2025-yil 15-aprel kuni Rossiyaning Kazan Moskva shahriga avtobusimiz yuryapti. Mana kassada biletlarimiz sotilyapti. Toshkent Abu Sahiy vokzalidan Rossiyaning Kazan Moskva shahriga yuryapmiz. Akalar qayerda o'tiryapsizlar? Abu Sahiyda o'tiryapsizlar. Birinchi bu holasi yaxshi, avtobuslar yo'qdimi? Avtobusda har bitta avtobusda avtozaryadchik, monitor, pechka, konditsionerlar ishlab turibdi. Akalar avtobus yo'qdimi, yaxshimi? Moskvaga ketyapsizlar. Birinchi Toshkent Abu Sahiyda o'tiryapsizlar. Tavsiya qilasizlarmi aka? Tavsiya qilaman. Klientlarimiz sog' salomat kelgan. Nomerlarimizni qoldiramiz. Telefon qilib onlayn tarzda javob berib qo'yish mumkin. Yosh kattaroq akibda duo qilib bersangiz yo'lga chiqamiz. Allohu akbar. Mayli akalar, yaxshi e'tiborlar, yaxshi kunda ko'rishaylik. Bugun 15-aprel, ha? Oybek, yaxshi e'tiborlar. Xo'p.